Mana ko'pchilik stoyki tonalkalarni obzor qiling, eng yaxshi, eng oqmaydigan tonalkalarni ko'rsating deydiganlar uchun men sizlarga hozir ko'rsatib o'taman. Birinchisi, oqroq tonalka xohlaydiganlar uchun, lekin juda ham stoyki bo'lsin, quruq koja yoki yog'li deydiganlarga men buni bemalol tavsiya qila olaman. Qizlar, Chanel yangi chiqqan novinka tonalniy kremi. Sostavi ham вообще zo'r. Yeselarni bilasizlar, quruqqa ham, yog'liga ham juda ham zo'r ketadi va yuzingizda idealniy turib beradi. Keyingisi esa men bu Dior Forever Skin Glow quruq yuzlarga tavsiya qilgan bo'lardim buni. Yog'li aralashga esa buni tavsiya qila olaman bemalol, chunki juda ham matoviy va kojangizda oqib ketmaydi. Charlotte Tilbury yuzidagi defektlarni yopishni xohlagan va juda ham stoyki tonalka xohlaganlar uchun tavsiya qilaman. Более byudjetni bo'lsin desanglar, unda She Glam tonalkasini tavsiya qilaman qizlarjonim. Bu ham yopadi, ham matoviy. Keyin quruq kojalarga va aralash yuzlarga Fans tonalkasini tavsiya qila olaman. Ronesi ham bor, shunaqa tabiiy turadi. Bunichi teksturasi xuddi mana bu tonalka